Landi, pakritsiya boshlandi. Buning uchun nima kerak? Buning uchun Goodwill mikseri kerak. Lama shansisi kerak. Lama shansini musiqiy holatda saqlayman. Esingizda bo'lsin. Lama shansini mikserga 920 ko'rsatyaptimi? Yo'q, 250 soldim. Xullas, birga bir solinadi. Birga bir soldim shansini. Muzli suv, qaynab sovigan suv. Xohlasangiz sutda qilinglar, xohlasangiz sugushonka, qaymoq, kofe, kakao, hamma narsa solish mumkin. Bu sizning xohishingiz. Maksimal оборотda mikser qilaman. Goodwill texnikasini nimasi yaxshi ekan? Mana yonidan qopqog'ini qo'ysangiz, un, shakar, hamma narsani sovurar ekansiz. Yoyilib ketmas ekan chiqaqqa. Qisqartirmadim jarayonlarni, to'liq olishga harakat qildim. Kimdir sirini bekitadi deydi. Rosa yomon ko'raman shu gapni. To'g'risi ham-da. Yo'q, sir bekitmayman. Prosta so'rasanglar bo'ldi, qilib beraman vaqtim yetgancha. Shunaqa oppoq, gladkiy massa bo'ladi. G'idir-g'idir narsalar bo'lmaydi. Prosta boshqa firma shansilarini qo'limga tushmadi. Lamus zo'r tushdi. Shuning uchun faqat lamus ishlataman. 4 zagotovka oldim. Kamida 4 soat, 3 soat xolodilnikda turgan bo'lishi kerak. Minimum 2 soat. Shpatel bilan yonni tekislamayman. Ahamiyat bering, shpatelimga biskvit tegmayapti, zagotovkam tegmayapti. Bo'lmasam, neakkuratni shansi bo'lib qoladi. Neakkuratni shansi emas, neakkuratni pakritsiya bo'lib qoladi. Ana. Yoniga ko'p surayotganga o'xshayman. Yo'q, ko'p surmayman. Hozir yonidan olib tashlasam, примерно 2-3 mm shansi qolsa kerak. Xohlagancha rangi bo'yash mumkin. Juda ham zo'r ko'taradi. Agar mabodo komnatni temperatura pakritsiya qotganingizda oradan 10-15 minut o'tib ketsa, shpatelda ozgina suv solibmi, ili quruq o'zini aylantirib yuboring, yana o'zini gladkiy holatiga keladi. Mana tekislab oldim, tepalarini ham tekisladim. Gladkiy chiqdi, juda ham tekis chiqadi. Iloji boricha tekis qilaman. Boshqa qilgan shansi pakritsiyalarni ko'rsangiz qo'rqib ketardingiz. Men tekis qila olmayman, menda unaqa tekis chiqmaydi deyshadi ko'pchilik. Yo'q, bu sohada tajriba juda muhim. Qo'lni ko'proq nabit qilish kerak deyshadi konditerlarning tilida aytganda. Qancha ko'p qilsangiz, shuncha ko'p tushadi qo'lingizga. Mana shunaqa gaplar. Sizga yoqqan bo'lsa, like va komment ayamaysiz saqlanib qilib oling.